Keyingisi kalit so'zlar. Erinmasdan ko'p qidiriladigan kalit so'zlarning ro'yxatini tuzish kerakda, o'sha ro'yxat bo'yicha kontent yozdirib, to есть tekst yozdirib, copywriter qilib, keyin uni har bir uslubiga, har bir saytda, har bir sahifaga qo'shib chiqish kerak. Nimaga? Agar o'sha kalit so'z bo'yicha ham kimdir qidiradigan bo'lsa, niskochastotniy bo'lsa ham, o'sha kalit so'zni Google agar sizni saytingizda topsa, o'sha kalit so'z bo'yicha ham saytni topga olib chiqadi. Hozir buni sizlarga misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Misol uchun Umra safari. Topda mana 3-chi turgan sayt, bu ham menga tegishli bo'lgan sayt. SEO dan olib chiqqanman buni. Umra safari narxlari. Kirib shuni misolda ko'rib chiqamiz. Misol uchun umra qanday ibodat? Buni ham ko'p qidirishadi. Bu ham kalit so'z. Shu kalit so'zni o'zini yozadigan bo'lsam ham mana 1 2 3 4-chi bo'lib saytni tortyapti. Chunki mana shu kalit so'zni bu sahifani ichida, kontentda, tekst ichida topyapti. Xuddi shunaqa boshqa kalit so'zni ham Umra safariga qachon borsa bo'ladi degan zaprosni ham tekstga kiritilgan va o'sha Google shu kalit so'zni shu sahifani ichida topyapti va shuni hisobiga buni yana tortyapti. Bitta kalit so'zga qarab qolmasdan turib, tekst ichida o'sha 5-10 ta kalit eng ko'p ishlatiladigan kalit so'zlar bo'lishi kerak. Keyin yana важный tarafi kalit so'zni переспам qilib tashlamanglar. Bu degani misol uchun kalit so'zlarning ro'yxatini olib, shu 10 ta 20 tasini olib, shu ro'yxat ko'rinishida saytga tashlab qo'yilmaydi. O'sha kalit so'zlarni biza texnichni o'shalar orqali abzatslar yozib, tekstlar yozib, xuddi bir tabiiy yo'l bilan texnichni uni Google'ga yedirib yuboramiz.